Sababi pol pastroq to'liq o'g'ir teparoq bo'lib, o'g'irni chuqurroq bo'ladi, sayozroq bo'lsa 20 manfaatdorli narsalar. Vermek, Gollandiyani Vermek degan dorisi bor. U dori ishimizni bizni qilayotgan ishimizni hammasiga ma'lumotga ega bo'ladi. Sababi hammasini to'liq qilib. Molni ko'taryaptimi, yo'qmi, u doktor bilmaydi uni. O'zi organizmi aytib turadi. Yem mana shu 3 kosani 3 cho'mishni yetdilar, kechqurun yeb 3 kun yildi. Assalomu alaykum, Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari hamda bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz dehqon akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Bu yerda boqilayotgan sigirlarimizni to'liq videosini sizlarga qo'limizdan kelgancha bor ma'lumotlarni dehqon akamizning o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa, videomiz juda foydali, manfaatli, sizlar uchun, xalqimiz uchun harakatdamiz akalar, foydali bo'ladi degan umiddaman. Hop, bu yerda sigir boqish aka, dehqon akamiz sigir boqar ekanlar. Xudo xolasa, bu sigirlarimizni qanday boqilyapti, nima yeyapti, yana dehqon akamiz o'zlarida bitta o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib bitta narsa qilishgan ekan. Hop, jigar qurt ichidagi parazitlarni tushirish, ya'ni o'zlari dori tayyorlab parazitlarni tushirishda yo'lga qo'ygan ekanlar. Akamiz to'liq ma'lumotlarni dehqon akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Akalar, yana bir narsa qiziq. Hop, sigirlarni boqish jarayonida bu sigirlarimiz misol uchun buqa talab bo'lib qoladi. Shuni ham akamiz dorisini qilgan ekanlar. Shu narsani oldini olish uchun buqa talab, ya'ni buqa talab qilmaydigan qilishar ekan. Xudo xolasa, to'liq ma'lumotlarni dehqon akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonaga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Charchamayapsiz. O'zingiz yaxshimi? Tuzummisizlar? Yaxshimisiz aka? Rahmat. Aka, charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Ishlar bilan? Avvalambor sizga rahmat. Shunaqa bizga vaqtingizni ajratib, hop, video syomkaga hop deganingiz uchun rahmat aka. Nurimiz baraka toping. Qo'ldan kelganicha Xudo xolasa o'sha 8-marta chiqqandik, chiqmaymiz deyurdik. Ishimiz ko'pligi hop, talablarga binoan kommentariyalarda ko'payib ketishdi juda. Misol uchun qanday boqilyapti, parazit qurtlarni qanday tushiradi, aka to'liqroq ma'lumotni bizga berib o'tasiz. Albatta, hurmatli obunachilar, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab, hop, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa, bu yerda boqilayotgan hop, mollarimiz to'liq ma'lumotlarni shaxsan Usmonjon akamdan olib berishga harakat qilaveramiz. Hurmatli obunachilar, bu faqatgina chorvani rivojlantirish, ya'ni xalqimizni hop, chorvaga qiziqtirish, chorva yo'nalishida mollarimizni boqish jarayonlarini sizlarga to'liq videosini akamizni o'zlaridan olib berishga harakat qilaveramiz. Akalar, bu yerda Usmonjon aka nechta boqilyapti aka? Hozir 30 taqa chiqdi. 30 boshga chiqildi. Bular tayyor qo'ygan variantlar ekan aka. Hop, Usmonjon aka. Endi misol uchun bizning kanalimizda yangi misol shu chorvaga qiziqayotgan akalarimiz ham bor. Misol uchun shuni hop, mana shu molxonamizni birinchi qurilish tartibini bir qator aytib o'tib ketaylik, keyin qolgan ma'lumotlarga etap-etap o'tib ketaveramiz. Xudo xolasa, kommentariyada so'rashga sharoit qoldirmaymiz. Hamma ma'lumotni beramiz. Oxirigacha ko'rib, laykni bosib qo'ygan odam bu ishimizni, bizni qilayotgan ishimizni hammasiga ma'lumotga ega bo'ladi. Sababi hammasini to'liq qiladi. Hurmatli onachi, kommentariyaga nima savol qolib ketgan bo'lsa yozinglar, yana safar yanagi videolarimizda to'liq ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Hop. Aka, endi molxonamizni qurish tartibi, misol uchun 10 ta, 15 ta, 20 ta molxonaga hop, qancha bo'lish kerak, metri qancha bo'lish kerak? Biz o'zimiz qurganmiz, endi o'zimiz ham usta bo'lganimiz bilan jicha xatolarimiz bo'lgan ekan, o'sha xatolarni ham to'ldirib aytib ketamiz. Yo'lagimiz 1.20, bu to'g'ri. 1.20. Ha. Oxirimiz 50. 50 sm. Ha, 50 sm. 50 sm. Eniga, chuqurligiga 30 qilganmiz. Mashinalarda ham ashibkalarimiz bor ekan. Ha. Hop, ashibkalar bor ekan. Sababi ichkiga mol olib kirmaguncha usta bo'lsangiz ham tushunmas ekan. To'g'ri ekan. Ha. Va turbalarda ham ayblarimiz bo'lgan. O'zimizcha qilgan narsalarida. Sababi buki, bu mana shu o'g'rimizni mana shu poldan tepaligini 65 qilishimiz kerak ekan. 65. 55 qilib qo'ygan. 55 qilib qo'yilgan. 55 qilinganda o'g'irni chuqurligini 30 qilib qo'yilgan. Mol ne cho'zilishga majbur bo'lib qolar ekan. Sababi pol pastroq to'liq o'g'ir teparoq bo'lib, o'g'irni chuqurroq bo'ladi, sayozroq bo'lsa 20 bo'lsa,
Ashunda mol intilmas ekan. Zo'r Ha. ekan. Biz o'zimizcha o't to'g'irmasin, yendi to'g'masin degan holatda unaqa qilib qo'ygan ekanmiz. Endi to'liq ma'lumot beradi bo'lsak, mana buni enini, mana shu ustunni tagidagi bordyurni 20. Aha. И o'g'irni enini 70. 70. Bu tarafini 15lik o'qda quyilsa, mol shunda yemni olib kallasini ko'tarsa ham oldiga tushirmas ekan. Bu sinovdan o'tdi. Xuddi shunday 70 o'g'irni eni, chuqurligi 20, hop poldan molni ko'kragi bo'yni o'tadigan yergacha 65 balandlik qilsa, cho'tki chiqar ekan. 65 balandlik. Ha, bu bitta. Endi mana pol to'g'ri qilingan, faqat ashpkasi g'ishpol qilib qo'yibdi. G'ishpol. Ha, seminda mol yaxshi turmaydi deb yoshlikda aytilganiga biz g'ishpol g'ashqoz bo'lgan ekanmiz. G'ishpol bir marta qishki kunida uyib olsa, mollar 5 kun 10 kun tursa, uysa keyin o'ziga nam olmasa katta, ashunday ho'l turaverar ekan. Lekin boshqa joyda qurg'arimiz stashka edi, uyga stashka qilib berdi ekan. Stashka edi, u stashka siydik tushgani bilan oqib tushar ekanda, u o'ziga inmas ekan. Mabodo agar har kimning o'zini fikri-yu, ilojini boricha stashka qilinsa, qishda loy bu baligi balchiq bo'lmas ekan. Mana undan ko'ra quruqroq turar ekan. Endi qarang. Endi mana bu chuqurimiz, go'ngxonamiz. 40 ga 20 qilganmiz. 40 ga 20 mana shu o'rtaligidagi. Ha, mana shu o'rta. Chunki har kunlik go'ngil olamiz. Sababi go'ngil olinmasa, ming dimoxot qo'yib boshqa qilgani bilan gazlanadi. Yozda issiqda gazlanadi, qishda bey salapanlanadi-da. Shuning uchun bari gazlanaverar ekan. Lekin bo'lib ko'palaklar boshqa bo'ldi. Shuning uchun har manaqa 3 metrga bittadan 250 trubada dimoxot qo'yib ketsa, Dimoxot qo'yib ketishlar tepaga. Shipirdan ham o'tkazilib, bu tarafiga ham molni o'g'ridan ag'iga ham qo'yib ketilsa, to'sinlar ko'palaklamaydi. Ha. Qishda ko'palakladi mana shu. Sababi dimoxotimiz yo'q edi, mana yerda somonimiz bor, ochmadi hali-yu. Mana ko'raman deganlar bo'lsa ehtiyot. Men o'zim qo'lim bilan boshqatda ochib qo'ydim, to'sin ko'palaklab ketganligi uchun. Ha. Shuning uchun dimoxot qo'ymagandim. Ochiq, eshikni ochiq tursa bo'ldi dedim, bo'lmas ekan u vaziyat. Xullas o'sha 250 plasmassa trubada shipirdan ham tevaga ko'tarib qo'yilsa, yaxshi chiqadi. Tepaga chiqib olsa, isgazni ham chiqib ketadi. Isgazi ham qolmas ekan, alikmasak. Asli isgaz nafaqat bu haligi to'si uchun, hayvon uchun ham zarar. Zarari bor. Mollar yo'talib o'tkazilishi bo'lgan ekan. Biz ashlarni ochdik, salafalarni ochdik, keyin o'ziga keldi. Ana kerak. Endi bu molxonani siri shu 120 yo'lab qilsa, yem-pem qo'yib boshqa o't-put aralashtirishga qulaylik bo'ladi. O'g'irni ichini enini 70, chuqurligini 20-25. Endi molni oldi turadi. Oldi tomoni 65. Halingacha 65 qo'ysa, molni bo'yi zo'r yetar ekan. Kim quriya turgan bo'lsa, agar ashunga amal qilsa, mol baylaganda haligi ziyon qilmas ekan, yaxshi foyda beradi ekan. Aha. Endi mana yo'lakni ham biz kattaroq qo'yaverganmiz, joyimiz seroqli uchun, agar joy torroq bo'lsa, 70 yo'lakcha bo'lsa ham kichkina ashi g'alta qaraba yuraverar ekan, bemalol xotirjam yuraverar ekan. Hozir bizda joy ortiqcha bo'lmagan. Endi bu gapim nima desa bo'ladi? Haligi xonadonda bir sharoitda kamroq odamlar uchun mana 70 yo'lak ham yetaveradi. 70 yo'lak yetadi, lekin yetaveradi. buni misol uchun bemalol olib chiqib tashlash Bemalol olib. Endi aka yana bitta savol bor. Molxona haqida. Misol uchun molni orqa tomoni quyosh tomonga qarab yoki oldi bu tomonga qarab turish kerakmi yo shunga shu haqida ham ma'lumot berib tursangiz. Asli quyoshga qarab turgani yaxshi. Yozda endi 3 oy mobaynida azina qiyinchilik bo'ladi, lekin qishi bilan baribir quyosh tushib turgani yaxshi. Yop-yorug' turadi. Shunday. Bizda sharoitda masalan Namanganda, To'raqo'rg'onning sharoitida qishda quyosh chiqqan kuni yop-yorug' bo'lib turadi. Bizda tuman asosan Chunki mana ko'pchilik mana bu ochiq tomoniga kalla tomoni qilishadi. Ammo ilosini boricha qo'lidan kelganicha quvlaga qilmasin orqani. Sababi biz qorakanlardan so'radik, imkonlaring bo'lsa quvlaga qaratmanlar. Yo'q bo'lsa majbursizlar. Mayli bir haligi gunohkor darajada yozib berilmaydi, lekin iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa quvlaga qaratib qo'yilmasa yaxshi bo'ladi. Orqa tomoni. Bu shariat tarafidan ham yaxshi bo'ladi. Buni ham albatta qiziqib so'rab qo'ydik. Shunaqa bizga biz sharoitimiz shunaqa edi, quvlaga qaratgani mayli, ziyon qilmaydi. Agar imkonlaring bo'lsa quvlaga qaratmaganlar yaxshi deyildi. Endi shu quvlarni albatta lekin gap yo'q. Aka joning sog'. Qarang, bu sigirlarimizni boqyapmiz. Bularda boqsa o'zi misol uchun sinovdan o'tgan aka, misol uchun shariatda ham aytilgan boqsa bo'laveradi bularda. Sinovdan o'tgan. Hop, odamlar so'rayapti kommentariyasida. Men uncha qiziqavermayman kommentariyaga, lekin o'sha aka, anaqa sigirni senlar haligi nasldor narsalarni qilyapsan deyapti-yu. Endi nasli ham yaxshisini olmoqda aka. Hammasi, endi bular nima so'rab? Bular hamma narsa inson uchun yaralgan narsalar. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida,
bu misol uchun bundan foyda ko'rish, boshqa ro'zg'or terib betaman degan odam. Endi buni nasldor desak, bitta narsa ish qilaysa, u to'g'ri kelmas ekan deb inson yashash ham kerak. Endi har kim o'ziga bu nasldor bo'lib, o'ta haligi ko'p bir bolani yaxshi berayotgan hayvonlar bo'lsa, endi mayli. Naslga olinadi. Foydasidan kechib, bozorga borib, bitta boqmachiga sotavergan yaxshi. Lekin buni ham, boqish kerak ekan. Lekin odamlar uchun bu ham foydali. Kerak narsa. Endi Usmonjon aka, bir qator mollarimiz haqida ma'lumotlar beraveramiz. Birinchi bularimizni ko'rsatib, bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Aka, misol uchun bu mollarimiz hammasi bir dona ikki dona tuqqan bular. Bitta, ikkita, to'rtta, beshtagacha tuqqan mollarni boqamiz. Sababi o'zi bitta ikkita tuqqanda biladi, suti kam, ya bir tepada qolgan mollar chiqadi-da. Ha, tepada ekan. Shunaqalarni chiqariladi. Endi bular hozir odamlar ko'ziga zotdor molga o'xshab ko'rinib ketadi. Bular 1,5 oy bo'ldi mashina mana. 1,5 oy. Bular semizligi uchun chiroyli ko'rinyapti. Bular kiyganda odamni qarasi kelmaydi qadarida kiygan. Ha. Prosta semirib, endi yaltirab qolganligi uchun senlar nasl deyotgan bo'lishi mumkin. Ha. Endi Usmonjon aka, endi bularda hop yemlash tartibini ham aytamiz. Hop, bu mollarimizni o'rtacha qancha muddat boqiladi aka? Misol sigirdan sigir biznesni misol uchun olib sigirdan boshlamoqchiman biznesimda yoki mol boqishda mana sigirdan boshlamoqchiman, o'zim yemlamoqchiman degan kelamizga. Endi hop, xonajinni yemlab ko'rdik, buqani yemlab ko'rdik, sigirni hammasini sinab ko'rdik. Biz ham foyda uchun qilamiz-da. Shuning uchun buqadan ham qolmadi emas qolar ekan, xonajindan ham qolar ekan. Eng quloyi mana shu sigir ekan. Sababi buqa kamida 6 oy turadi. 6 oydan kam tursa u aytgan kilani bermaydi. 6 oy mobaynini ichida misol uchun 5 oy, 6 oy bu bo'lay deganda mazasi qochsa, boshqa bo'lsa, orqaga qaytib ketish. Xullas kalom, bunday tarozda oxirida kelganimizda sigirdaqa foyda qolmadi-da. Shuning uchun sigirga o'tkazdik. Hop. Xonajinda tagi qimmat, ko'chati qimmat bo'ladi. Shuning uchun u ham bunchalik bermaydi. Mana ularni kelishi arzonroq keladi-da. Yuki yaxshi arzon lekin ularda. Ularni kelishi arzon keladi. Mana shu yerda eng baland kelgan mol 7,5 million kelgan-da. 7,5 million. Bu 7,5 millionlik mollar hozir 10 milliondan ustida. 10 million ustida. O'shanda qanchada tayyor bo'ladi aka bu? Buni tayyor bo'lishi